20 vaza. Buyuk Alloh shunday degan: Ey odamlar, iqtidorlik eng yaxshi rizqdir. Eng yaxshi taqvo yomondan tiyilishdir. Eng ulkan muhabbat hurmatdir. Eng yaxshi vasiyatchi tavba. Eng yaxshi ibodat ilm. Eng yaxshi namoz taqvo. Eng yaxshi muvaffaqiyat sabr. Eng ulkan baxt Allohning yordami. Eng yaxshi zinnat aql. Eng yaxshi do'st yumshoqlik. Ey odam bolasi, o'zingni menga ibodatga bag'ishla. Men sening yuragingni boylik bilan to'ldiraman. Rizqingni barakatlayman va tanangga tinchlik uyg'otaman. Mening yodimdan chekinma. Aks holda men yuragingni ehtiyoj bilan, tanangni charchoq va azob bilan, ruhingni g'am va tashvish bilan to'ldiraman. Ey odam bolasi, men bergan so'g'lik bilan sen menga bo'ysuna olasan. Mening yordamim bilan senga yuklangan vazifalarni bajarasan. Men belgilagan taqdir bilan sen menga bo'ysuna olasan. Mening irodam bilan sen xohlagan narsanga intilasan. Mening rahmatim bilan sen turib, o'tirib, qaytib yurasan. Mening himoyam ostida sen tongda ham, kechqurunda ham bo'lasan. Mening rahmatim bilan sen farovonlikda yashaysan. Mening bergan so'g'lig'ing bilan ko'rkamlanasan. Shundan keyin ham sen mening yodimdan chiqasan va boshqasini eslaysan. Nima uchun sen men oldimda o'z burchingni bajarmaysan va menga shukr qilmaysan?